Qaysi mevalar tishlar uchun foydali, qaysi mevalar tishlar uchun zararli? Olma, Foydali, limon, ko'p miqdorda zararli. kivi, Tarkibida C vitamin bor, foydali, anor, zararli, kislotasi ko'p. apelsin, mandarin, Uni tarkibida C ham bor, foydali-yu, lekin ko'p iste'mol qilsangiz zararli. shaftoli, Foydali, banan, zararli, yopishqoqligi uchun bakteriya to'playdi. qulpinay, Foydali, tishni oqartiradi, lekin ko'p iste'mol qilmang. uzum, Zararli, uni tarkibida shakar bilan kislotasi bor. nok, Nok foydali, tishdagi karashlarni tozalaydi va tishlar mustahkamlaydi. Zararli degan mevalarimni hammasini yesangiz bo'ladi, lekin ko'p iste'mol qilmagan holda tishlaringizni yuvib turishingiz kerak bo'ladi. Qarab turing, hozir bu savollarimizdan ichida limonni gapirib o'tdim. Hozir komment rosa portillaydi. Kechagina limon bilan tish yuvishni aytuvdingiz-ku deydi, lekin men uni bir hafta, 2 haftada bir marta deb aytganman. Shuning uchun komment kutamiz endi.